Assalomu alaykum qo'li shirin pazandalar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men tuxumli do'lma tayyorladim. Marhamat ko'rib o'zlaring baho beringlar. Bunga ketadigan masalliqlarimiz kartoshka, bedana tuxum, sabzi, piyoz va qiymalangan go'sht. Ozgina ko'katlar ketadi. Birinchi ishimizni piyozimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Mana bitta kattarog'ini qaylasiga to'g'raymiz, kattaroq qilib. Do'lmani har xil turlari bor. Men tuxumli do'lmani ham juda ham ko'p tayyorlayman. Piyola do'lma, kotlet, xuddi shunday do'lmalar bor. Buni orasiga sir solsangiz ham bo'ladi. Men hozir tuxumni o'zida qildim. Endi mana kartoshkalarimizni ham chiroyli shakl berib to'g'rab olamiz. Maydaroq qilmaymiz, chunki bu uzoqroq dimlanib pishadi. Ezilib ketmasligi uchun birinchi buni yog'da qovurib olamiz. O'simlik yog'idan quyib, qizdirib yog'imizni, kartoshkamizni solib, yaxshilab qizartirib olamiz.
Mana endi bunga ozgina suv quyib, dimlab qo'yamiz 20 daqiqaga past olovga. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Buni o'zlaring ko'rib baho beringlar. Ko'rinishidan ham mazasi bilinib turibdi. Juda ham shirin va mazali chiqdi. Agar bu uslubda qilmagan bo'lsalar, albatta qilib ko'ringlar. Tayyorlagan taom yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar va izoh qoldiringlar. Kutib qolaman. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.